faqat Namuna opam natija qilib bergan, Namuna opamga boramiz deb qo'yishmagan. Namuna Hasanova oxirgi kunlarda sizni juda quvontirgan natijasi. Bemorim 2 yildan beri menga qatnaydilar. Oxirgi marta 2023-yil dekabr oyida boshlagan ekanmiz bularni. Xo'p, birinchi kelganlarida 3 yil davomida homiladorlik bo'lmaslikka shikoyat qilib kelganlar. Keyin bularni davolab, natija qilganimizdan keyin homilador bo'ldilar. Homilador bo'lganlaridan keyin bularni ko'ra olmadim, ma'lum sabablarga ko'ra kela olmadilar. Keyin anchadan keyin xafa bo'lib keldilar. Homilalari 24 haftada muddatdan oldingi tug'ruq bilan tug'ilgan. Undan keyin ularni bachadonlarida nimadir borligi aniqlandi. Undan keyin ularni operatsiya qildik, gastroskop qildik. Perigorodka bilan deb kirganimizda bachadon bo'shlig'ida katta fibroz to'qimalar aniqladik, uni oldik. Olganimizdan keyin ularni rosa lecheniya qildik. Stimulyatsiya qilaman, hayz buzilib qoladi, yana to'g'rilaymizki, yana buzilib qoladi. Mana shunaqa bo'lib rosa kutdik. Ekoga ham harakat qilib ko'rsinmikan, hech ham bo'lmayapti. Nima bo'lsa ham, onam hajga, umraga ketadilar, men yozib beraman hamma patsientlarimni homilador bo'ladigan. Birinchi o'rinda ularni yozaman. Shu qiz homilador bo'lsa, duo qilib keling deyman. Endi juda ham xijolat bo'laman. Keyin ularga boshqa odamga borib ko'rasizmi desam, xo'jayinlar uydagilar bilan yo'q. Faqat Namuna opam natija qilib bergan, Namuna opamga boramiz deb qo'yishmagan. Allohim shu qizga har kelganida homilador bo'lsin deyman. Keyin oxirgi marta urinib ko'rganimizda, hop, test tashladilar. Chiqqan test. To'xtang dedim. Keyin yana qilib ko'ring dedim. Keyin sekin test qayta qildilar, sekin tiniqlashib bordi. Gormon topshirdik, homiladorlik musbat chiqdi. Hozirgi kunda 7-8 haftalik homiladorlar. Shuning uchun aziz obunachilarim, duo qilinglar, eson-omon qo'llariga, bag'rlariga ovasinlar.